Akalar mana shoshilib dolasa. Molni olsangiz yutuqsizniki. Aslında bu kepay yegan silos bilan. 550 ustida. Ha, 550 kilos. Sog'lomligini ko'ryapsizlar akalar. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ishqibozlari. Aka-ukalar, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Pichqo'y mahallasidamiz. Ahadjon akamizni akalar yaxshi boqishga tayyor buqalar bor. Bular qo'ldan kelgancha chiroylab ko'rsatib, ma'lumotlar olib beramiz. Inshaalloh narx-navosi, sifati sizlarga tushadi, xudo xohlasa. Akalar, videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Mollarni gullarini yig'ib qo'yibdi akamiz. Mana buqani ko'ring, xudo xolasa tonnali bo'ladigandan. Bir donadan lak tugmalar bosib qo'yinglar akalar. Bugun sanamiz 13-aprel sanasi, haftaning dushanba kuni 2026-yil. Ahadjon aka. Aka, assalomu alaykum. Keling Asilbek. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Obunachilarga ham assalomu alaykum. Kelyapsizmi? Kelyapsiz aka. Chorvaga baraka. Rahmat, xush kelibsiz bizning xonadonga. Alloh rozi bo'lsin. Akalar, akamiz bilan endi birinchisi inshaalloh xudo xolasa hozir narxlar chiroylab qo'yib beraman dedi. Vodiyo butun O'zbekiston bo'ylab dastavkalar bor aka. O'zbekiston bo'ylab qilib beramiz, iloji boricha. Iloji boricha akalar xudo xolasa akamiz xudo xolasa samimiy inson ekan, chiroylab narxlarni yo'lda qilib beradi. Kelishtirib beraveramiz narx-navolarni ham. Boshlayveramizmi akalar? Mana olib maza qilib yemlaydiganda mana yelkani qarang bundagi. Buqada bor narsa mana shu mollarda bor. Eng zo'rlari yig'ilgan. Aka, qaysi biridan boshlaymiz? Eng muhimi puli yengillari yig'ilgan Asilbek. Qani mana shundan boshlayveramiz. Buqalari ham zo'r ekanda aka, hali orqasi puchi yo'q ekan mollar. Shunday. Jonivor. Mana shundan boshlayveramiz aka. Eng puli yengil endi bu. Puli yengil bular. Joning sog' bo'lsin. Xudo xohlasa ko'raverasizlar akalar, mana oyoqlari baquvvat, uzunligi zo'r. Akalarimiz ham xudo xohlasa molvoz inson ekan mana. Yomoni yo'q ekan mol. Sinovdan o'tgan Asilbek. Kelganiga bir 10 kun, 15 kun atrofida bo'ldi. Yeb ichib yotdi, damini olib, charchoq chiqib. Yebcharlari zo'r-a? Behijolat. Mana turishni qarang bunday. Oyoqlari juda baquvvat ekan. Nima deymiz aka buni? Bitta karabkalarni ko'rsatib qo'ying, narxini aytaman. Mana. Ko'ringlar-da. Molni orqasi o'ta kuchli ekan aka. Butun-da, butun. Butun narsa ekan haqiqatda. Mana yelkalari ham akalar ajragan. Yelkalari ham bunaqa cho'qqi yelka emas. Asilbek, buni narxini 30 million 28 yo'q. 25,5 million so'm berishadi, uyda kutib olishaveradi. 25 million 500. 25 million 500 ming so'm berishadi. Gap yo'q. Aka, syomkani endi birinchisi bitta tantalik qilmasangiz bo'lmaydi. Yo'q-a? Tekis qilib qo'ying shuni. 25 a? 25. Bo'ldi, ketdi. Sazayingiz o'lmasin. Bo'laveradi aka. Gap yo'q. Bo'ylari ma'qul bo'lsa, bo'ylari 1.15. 1.15. 1.15. 1.15 ga olaverasizlar. 1.17, 1.15 shunaqa atrofida. Qani? Torting Muhammadjon. Jonivor. Oyoqlari sog'lom. Butun. Xohlasa bu yoqqa to'g'ramiz. Akalar, chorvaga qiziqoringlar, bu yil zo'r bo'ladi. Kim mol olsa akalar bu yil kam bo'lmaydi inshaalloh. Xudo xohlasa. Xo'p. Общий soni aka 7 bosh ekan, ha? 7 bosh. Birinchisi bo'ldi akalar. Mana bu endi ikkinchisi. Mana ikkinchisi. Xudo xohlasa. Buni to'qoldan ekan aka. Buni to'qoldan. Jonivorda yapaloqligini ko'ring. Voy, joning sog' bo'lsin. Turishni qarang bunda. Ana buqa. Uzunliklari zo'r. Muhammadjon, bu yoqqa quyoshga olib keling-da. Quyoshga olib kelchi. Quyoshda chiroyli ko'rinyapti. Mana buqa. Tug'lanishini qarang buni. Rangi-ro'ylari tanig'idan aka. Bu 120 shunaqa atrofida Asilbek. Endi akalar bilasizlar, bular go'sht yo'nalishi. Bular yerga yaqin bo'ladi, shunaqangi elli bo'lib ketadi akalar. Xudo xohlasa eplab turib, chiroylab aka 1 yil boqsa aka, tonnali bo'laveradi.
Ha bir 8 oy boqib qo'ysin, o'zi yetib ortadi. O'zi yetib ortadi. 8 oyda o'zi Zo'r. normal dumaloq bo'lib ketadi. 700 kilo, 800 kilo xudo xolasa. Inshaalloh. Buni nima deymiz aka? Narxlarni endi nariga 25 million qo'ydik. Asilbek, bu kattaroq-da bu. Shunaqa. 5 sm katta bu mol. Buni 26,5 million so'm qo'yamiz. 26 million 500. 26 million 500. Yana xayri bor. Xayri bor. Xayri bor. Kelishadigan joyi bor. Bor. Aloqaga chiqsalaring akalar, dolasa siylab berishadi. Vodiy bo'yicha o'zi qayergacha dastlabki besplat? Samarqand, Samarqandgacha. Navoiy, Buxorogacha qilib beraveraman. Buxorogacha o'zingiz Xorazmga, Qoraqalpoqqa jinday aqa-baqa bo'ladi, 1-2 so'm. Kelishilinadi endi. Kelishilaveradi u. O texnikada ketaveramiz o'zimiz. O'zimiz tashlab ham kelaveramiz. Ya akamiz mana Mersi bor ekan o'shanda. Agar bizni nimamizga to'g'ri ishimiz hali bekarchilik bo'lib qolsa, o'zimiz tashlab kelaveramiz. Gapi. Vaqtga, sharoitga qarab turib. Bir joyda bo'lsa bosaverasiz aka. Bir joyda bo'lsa Qoraqalpoqqacha, Xorazmgacha haydaymiz. Gap yo'q. Boylavering buni. Uslugi esa nima deydi? Yo'l kiralari o'zgarmaydi. Zo'r. Narx-navolari. Ko'ringlar. 26 million 500. Bunisi bo'ldi. Akalar mollardandek ko'rsalang, baribir borda sifat. Asilbek telefon qilishaveradi. 26 ga beraman buni. 26 million. 26 ga beraman. Boy aka men nimada? Misol tortishavermayman. Ha bo'ldi, o'zim chiroyli qilib beraveraman. Chiroylilab. Siz obunachilarga ko'rsatib qo'yavering, bo'ldi, men o'zim narxini uchinchisi. Vashi konkret qilib beraveraman. Konkretlab o'sha bo'ladigan qilib. Mana. Bu jab bo'lakcha, aka. Ha bu sorti ham boshqacharoq-da mana. Hammaga ham ma'qul kelaveradigan akalar. Mana. Eng haligi injiq odam bo'lsa ham o'sha akamiz ko'rsa ham mana. Bitada tushadi aka. Tushadi. Jonivor. Bu ham 120 ga ketaveradi, bu. 120 ketaveradi bu ham bo'ylar. Bemalol, qiynalmay chiqsa kerak. Qani quyoshga chiqchi bitta tovlani berchi. Mana. Dolasi mol zo'r akalar. Bu o'ynab turadigandan ekanda. Bular damab qoldi-da bular. Kecha bugun kelsa demay turadi. Endi Ular damab qolgandan keyin charchoqlari chiqib o'ynab turgani bo'lish kerak-da, o'zi aka, o'ylanib turgani bo'lmaydi. Asilbek buni narx-navolariga kelsak bor-ku. Buni ham 28 million so'm demaymiz. 27 million so'm berishadi, kami bor. 27 million so'm kami bor. Kamini qilib. Faqat bo'y bastiga emasda, sifatiga ham pul so'raladi. Shunday. Misol akalarimizniki ham tirikchilik. 1 so'm dumalasa bo'ldi, sotiladi mol. Ha, rossiyskiy belkalar bilan turibdi. Mana quloqdagi birkasining. Telefon qilishadi Asilbek. 27 million so'm kami bor. Kamini qilib beraman. Zo'r. Torting aka buni. Lekin oyoqlarcha bo'lakcha baquvvat ekan aka. Shunday. To'sin o'ta kuchli ekan. Mollar. Baquvvatroq bu. Ha, xudo xolasa. Buni olgan akamiz bir maza qilib mol boqadi. Joning sog' bo'lsin. Mana ko'ringlar. Yelkalari ham zo'r. Haqiqiy Greenford ekan bu. Greenford. Ashkalasi jup yetalaylikmi aka? Ha, shuni o'zi jup kelganda bular. Rosa bir kishining moli ekan bu. Mana orqalarini ko'ringlar-da. Egizakka o'xshab turar ekanda, o'zi ham bor. Karobkalari ham nima deyapti buni Asilbek? Karobka o'ta kuchli ekan. Karobkani oldi unganini qarang buni. Voy mashalloh. Ko'ryapsizmi buni? Donakda bu donak. Shohli molni bir 3 kun oldin ko'rsatdim-a. Xuddi o'shalardan kam bo'lmaydi. Turishini ko'ryapsizmi? Quloqni nima, dinkaytirib uchaman deyapti-da. O'zini maqtaydigan ekan-da. Joning sog' bo'lsin. Torting buni ham. Bunisi ham kam emas ekan-a? Ha, unisi ham vashi go'shtdor narsa. Voy jonivor. Mashalloh. Ko'ringlar mana akalar. Egizak qilib boqaman deganlarga. Asilbek buni karobkalarni bitta ko'rsating, maza qilsa obunachilar. Joning sog' bo'lsinlar mana.
Orqalari juda butun narsalardan. Orqalari o'ta kuchli. Mana. Mana qarang. Ahadjon aka, Va mana buni shu buqalarni endi sizda baribir tajriba bor-da aka. Necha oy boqsa yetadi? buni Necha oy boqish kerak buni? o'zi 4 oy 5 oyda tayyor bo'ladi. Mhm. Yemini sal azroq berib, sal cho'zib boqqanga yetmaydi baribir. Hech bo'lmasa bir 8 oyga, 10 oyga olib borsa mana shu buzoqlarni. Sal normalniy foyda beradi. Normalniy pulishaydi aka. Ha, normalniy. Kim buni Lekin oq kallaligini ham ko'ryapsizmi? Bu qanamonlikni aytib ketaman obunachilarga. bu endi sementalga Yo'q, bu kalmikka gibrid bu. kalmikka Smeshinni. smeshin. Orqalarini ko'rding? Pachkada orqasi. Lekin akalar mana ko'ringlarda, molda bor-u, yapaloqligi o'ta kuchli ekan. Orqani ko'ring, Greenfordda bo'lmaydi, bunaqa pachka narsa. Shunaqa. To'rtburchakda. Dasi ham o'ta baland ekan lekin aka. Yelkalari ham qalin Bitta narsa. totib yuboringchi qani. Voy joning sog'ligi. Bu ko'proq kalmikka tortib ketganroq ekanda bu. Shunaqa. Kalmik molni bir boqib ko'ringlar akalar. Obunachilar biladi, o'zi men boqqanman. Zo'r. Bularni endi aka nech pulga berib yuboramiz jupini? Bularni Asilbek Jupiga bitta chiroylab gapiring. 28,5 million so'mdan kami bor. 28,5 dan. Kami bor. Kami bor. Kami bor. 8 dan qilib qo'yaversakchi 56 ga. 56. Aha. 56 emas, menga qarang. 55 millionga beraman. 55 million. 55 million qilib beraman. Asilbek aloqaga chiqishaveramiz. Jupiga Ha. faqat tanlab oladigan bo'lsa nima bo'ladi? Tanlab olsa ham beraveramiz. Endi 1-200 so'm aqa bo'ladi, o'shani ham qilmaymiz hech narsa mana. Zo'r. Shunday qilib, Xohlang buni oling, xohlang buni oling. Ha. Farqi yo'q akalar. Dolasi. ikkalasi men uchun bir xil narsa. Pulini 55 million menga qarang. Asilbek, jinda hayrini qilib beraman yana. Aloqaga chiqishaveradi. Yana hayri bor. Ozgina hayri bor. Zo'r. Magazin baho emasding? Yo'q. Zo'r. Bizni obunachilar biladi, o'zimiz kelishib, hali nima deydi, oluvchini ham naqa qilmaymiz, ja. Endi aka oluvchi sizdan olgandan keyin buni niyat qilib boqadi-da. Shunday. 5 oymi, 1 yilmi yaxshi niyat qilib boqadi. Foydalansa yana keladi. Unda Yoki xohlasa. bo'lmasa sizni qo'ni qo'shlarga tavsiya qiladi. O'zi 85-90% odam bor, o'tgan yili sotganmiz o'sha 3 oy, 4 oy, 5 oy boqib o'zi bizdan oladi aksari klientlarda. Ko'pchiligi shunaqa. Shunaqa. Asosiy mollarimiz o'zimizdan olgan klientlar oladi. Qo'ldan baraka topsa baribir qaytib keladi aka. Shunday. Joning sog' bo'linglar. Mollar zo'r ekan lekin. Mollarni niyat qilib bir 10 oy boqing aka. Maza qilib yuborasiz. Ya bu parodadan 11 ta boqib yetiltiramadim, shu 7 oy ushab turib sotdim yaqinda. Qalay bo'ldi Harmon? Zo'r bo'ldi. Bo'yi ham ama 1,5 metr bemalol bo'lar ekanda bular. Bular hali Bo'yi ham yosh zo'r ketar ekanlar. ekanda bu. Bular yosh hali. Bo'yga ham zo'r ketar ekan bu kalmiklar. Bular mana bu akalar mana shu ko'rib turgan buqalarning burunlar hisobida-da yoshligidan polvon bo'lib katta bo'ladi. Greenfordda ancha farqi bor mana. Bo'yi 20 sm baland bo'lar ekan bu Greenfordga nisbatan bular. Yo'q. Jonivor. Mana 6-buqamiz. 6-buqamiz. Targ'il ekanda bu. Talg'ir gibridda bu ham. Gibridlashgan. Shvedga gibridmi endi bu? Yo, bu ham o'shoqdan kelgan, lekin o'sha Mickey Mouse'larga nima gibrid bo'lib ketgan shekilda Greenford. Bu ham shunaqa. Lekin badani yomon emas ekan akalar. Badanni ko'ringlar. Jonivorni. Korobkalari. Buni bo'yi 20 ni ustida. Bo'yi shunaqa 20-22 atrofida. Bo'yini 20 ga olishsin. 20 ga olishsin. Zo'r. Buni nima deymiz aka? Mana yelkalari. Buni endi korobkalari akalar, tuyoqlari ham zo'r ekan. Buni ham endi 30 dan kelmaylik.
26,5 million so'm berishadi. Seryozni, Uyda kutib olaveradi. 26,5 ketaveradi. Ha. Zo'r. 26 million 500 akalar. Tortavering. Ishqibozlar tavsiya qilamiz. Lekin akalar 3 ta 4 tasini bitta qilib olsalang, narx tushaveradi. Narx arzonlaveradi aka. Shunday. Kelishtirib beraveramiz. Kelishtirib beradi akamiz, xudo xolasa. Mana. Buqani akalar mana bo'y bastlari aytilyapti. Shuni o'zlaring hisobini olaverasizlar. Bu jinda yengil kelgan, o'shacha yengil qo'yib berdim Asilbek. Arzon bo'ldi lekin shu mol. Arzon bo'ldi. Mana hamma kutgan buqa. Jonivor. Juda sifat ekan lekin. Greyford. Haqiqiy bo'laman degan, asl nusxasida. Sher va bu sher. Joning sog' bo'lgur. Hammaga nasib qilsin aka mana shunaqalardan boqish. Albatta. Jonivor. Ashi nimadan aka? Hammasi chiqib shega yopishyapti. Bu shirasi bor-da bu devorda. Bor devordang. Bu xo'raligidan desam-a? Jonivor. O'sha qanaqadir vitamin shu vaqt ichidagi somonni tortib yeyapti, joning sog' bo'lgur. Ha mol yeb tursa keyin bo'ladi-da aka. Shunday. Jonivor. Lekin yaxshi narsa akalar, mana ko'ringlar. Endi o'zi buni maqtashni ham keragi yo'q. O'zi ko'rgan odam bittada bildi buni. Asilbek buni bo'ylari 25 atrofida. 20 dan oshiqda. Bemalol chiqadi aka. Inshaalloh. Endi buni ham yakun qilay-ya pulini endi aytib. İşte zo'r ekan mana ko'ryapsizlar. 30 million so'm kami bor. 30 million so'm sizga beriladi aka. Kami bor. Zo'r aka. 29 million so'm berishadi. 500 ming qilmay unaqa. 29 million so'm berishadi, uyda kutib olishaveradi. Uyda kutib oladi. Zo'r. Akamiz o'zi naftali oldi qo'shib qilib bitmaganda haliga. Shunaqa. Misol uchun boshqa birovning qo'lida bo'lsa akalar 32, 33 deyishi mumkin. Lekin akamiz mana qochirmay kelishtirib akalar 29 million so'mga uyda kutib oladi ya. Ana o'ynab turganman, mana. Polvonligini qarang, janavar. Juda qo'pol ekan bu. Juda ayiqda, ayiq. Qani? Joning sog' bo'lsin. Hammasini bir joyda ham hisob bormi aka? Hisoblab beraveramiz Asilbek. Nech pul qilib beray ularni endi? Bir joyga ham bitta aytib qo'ying aka, qo'l bo'shatishga. Bitta joyda-ya? Bittada bo'shatishga. 29 milliondan 25 gacha chiqdi. Qarangda, men ketgandan keyin haligi nima qilib yurmang-da. Naqd ichga aytib qo'yib, chatoq bo'ldi-da deb. Menga qarang Asilbek. Xayr ichida ketaversin, 27,5 dan berishadi, kami bor. Bir joyda aka. Ha, bir joyda. 27 da. Jinda 27 ga yuradi. Ha, jinda 27 ga qo'shadi beraman. 27,5 ni o'tib beraveraman, lashim. Bir joyda bo'lyapti akalar, hammasi 7 boshda bir ko'tarasiga olsangiz, xudo xolasa, mana shu narxdan ketaveradi. Yana sizlar berar ekan akamiz. Kelaverasizlar. Xudo xolasa, nechta nomer qo'yiladi aka? Bitta. Bitta nomer. Aha. Telegram, WhatsApp. WhatsApp yo'q. Telegram bor. Telegram bor. Onlayn oladiganlar. Ikkita molimiz bor, Asilbek. Video davomida. Yana ikkita qo'yib beramiz hozir. Hozir ikkita olib chiqamiz. Zo'r. U ham mana shunaqami kattaroq? Yo'q, bundan kattaroq ular. Zo'r, akalar. Hop, o'chirib turing, olib chiqamiz. Akalar, mashalloh deb qo'yishingizdan chiqmasin. Gala boshi. Aka bu seyfdan chiqdimi endi? Joning sog' bo'lg'irdi, ko'ringlar akalar mana. Asilbek bu gap yo'q. Ashundan boshlamabmiz aka. Yem yemasa shunday bo'ladimi deydi obunachilar. Bu yem yemagan desam, ha bu yeganmi deyishmasinda, bu kepay yegan silos bilan. Yemga mana xudo xolasa kimdir olsa, kim obunachilarimizdan o'shalarga beramiz. Mana yemini beraveradi, shig'ab ko'taradi yemni. Qaranglarda akalar turuvdi. Hali tishi buzoq. Hali tish buzmagan, ha? Ha, buzmagan. Haqiqiy bo'laman degan ekan ama. Bu Simental bilan Greenfordda Smeshinni aka. Smeshinni chiqqani mana. Gibridlashtirilgan akalar. Shunday. Mana. Ammo Rossiyadan kelgan bu, rossiyskiy, toza rossiyskiy. Voy, jonivor. Juda yirik narsa ekan ammo bu aka.
Shunaqa tortingchi. yirik. Veslari ham Asilbek 600 emas, shu 550 plus. 550 ustida. Ha, 550 plus. Sog'lomligini ko'ryapsizlar akalar. Voy jonivor. O'zi mana ko'ringlarda akalar, kalla dumaloq emas-da. Boya Greenford kallasini ko'rlang, buni uzunchoqroq o'zi. Kalladan bilinib beryapti-da. Mentalni beryapti. Basharada. Jonivor. Lekin aka ishonavering, havas qildim. Bitta ko'rib, Havas qilganlarni uyida bo'lsa 50 tadan deydi-yu. Sizga ham shu-da. Asilbek. inshaalloh aka. O'zimizga ham shu, obunachilarga ham shu. Bo'lsa hammaniki. 50 ta bo'laversin. Molda aka ishonavering, Nekka bo'ylaring uni? bir minini topib bo'lmaydi-da. Hamma yo'g'i zo'r ekan. 3 kun bo'ldi arqon tushganiga bu. G'ovda Yurganmi? Bu biror dona kiri yo'q edi bu mol. Bizga kelib jindepinda kir tegib qoldi-da bunga. Naraqqa beylangchi. Jinday. Buni hozir sherigini ham olib chiqamizmi? Sherigi bor buni. Bunga narx aytib qo'yaylikmi? Yo birga aytamizmi narx? Birga qilib yuboramiz. Ikkitasini bitta qilib aytamiz aka. Bitta karabkasini olib bering. Asilbek mana shuni. Orqasidan Joning sog' bo'l. dumda solaydiganidan. Mana akalar. Ana. Ana. Janavar. Bu deymiz va akalar, lekin buqani ham haqiqiy Greenfordmi, Simmentalmi, Angusmi qaysi zotdan bo'lishidan qat'iy nazar akalar o'zi bo'laydigani bo'ladi-da. Shunday. Bu Asilbek buni ham aytib o'tib ketish kerak-da. Bu yoqsiz semiradiganmi? Narigisini olib chiqingchi bu. O'zi aka Yog'olmaydi mana shu mol. shundoq bilinib turibdi mana akalar. Yoqsizligi. Bu nolasa Simmentalga 70 talik, 80 talik bo'lib tortib ketganda bu, o'shaning uchun yoqsiz bu. Shunaqa. Mol zo'r lekin. Mol zo'r. Narigisini ham olng, mana narigisi ham kelyapti. Yurmayaptimi? Qani? Voy jonivor. Mashalloh. Bu qorasidan ekanda akalar mana. Qora terisidan. Xo'roz va aka. O'ta xo'rozidan. Mana. Mashalloh. Mana ko'ringlarda. Bunisi Mickey Mouse Angusga smeshini bo'lgan Simmental. Ya Angusga bo'lgan, ya Mickey Mouse'ga bo'lgan bu. Mana shu ikkalasi birga g'ovda yurganda, shu devorga olib boring, devor yalaydi mana. Tek turadi sa. Oboy. Arqon tushmaganligiga boryapti-da. Mana. Ana joningiz sog' bo'lsin. Ikkalasi bir xil aka. Bir xil, ha. Bitta salqinga torting, bitta salqinga yopib qaqingchi. Uzunligi nimaroq ekan lekin. Ikkalasi ham buzoq akalar. Sal bo'ymalantiroq buni biri. 2 sm farq qiladi. Uzunligi ham uzunroq ekan mana. Mana. Bo'larkan mana shu yerda ko'rsatsak. Voy mashalloh. Turuvdi qaranglar akalar. Ikkalasini bir joyda olib havas qiladigan qilib boqadigan ekan. O'zi hozir ham havasga boqadigan emas, lekin akalar bular hali go'dak. Nargi sherigini ham olib kelaymi? Bitta parlaymi yoniga? Olib keling aka. Bitta parlaylik. Endi obunachilar qo'yapti narxini. Voy. Mana. Aka bo'ylarini nechiga beramiz bular? Bo'ylari 140 dan kelmaydi. 35. 35 tanga beraveramiz-da. 35 tanga. 30 oshiq. Ana endi haqiqiy san'at asari bo'ldi. Ana. Endi narxini ayting aka. Ishtahasini ko'ryapsizmi? Egalasini? Oyoqlarni butunligini qarang. Zo'r. 2 yil boqsa ham qilt etmaydi buni oyoqlari. Stakan tuyoqda akalar oyoqlari. Stakan. Bitta korpusini olib bering ikkalasini, mana yaqinlatib qo'ydi o'g'lim. Mana. Ana. Mana ustiga qo'l qo'yib beraymi dedim-da. Ya, mana.
Ana akalar. Asilbek? Umuman g'ubor yo'q. Buni narxini o'zingiz qo'yavermaysizmi yo o'zim qo'yaymi? Endi o'zingiz qo'ying aka, taomni Obunachilar nomidan o'zim qo'yayapman ha. Gapiring aka. 40 milliondan kami bor. 40 milliondan ha? Kami bor. Kami bor akalar. Savdosi bor. Aloqaga chiqishadi. Kelasini 38,5 milliondan dastlabkasini qilib beraman. 38 million 500 dan ha aka? 38 million 500 dan. Yo 38 dan qilib yuboraylikmi? 38 dan Ketdi aka, 38 dan. Necha pul bo'ladi? 76 mi? Ketdi aka. 77 ga kutib olishaveradi Asilbek. 77. 76 qilib yuboring aka. 77 ga. Menga qarang 76,5 sizniki ham emas, bizniki ham emas. O'rtasi bo'ldi aka. O'rtasi. Gap yo'q. Aloqaga chiqishaveradi mana. Akalar mana Alloh shoshib polvon. o'rasizlar, dolasa. Kelasi. Molni olsangiz yutuqsizniki. Olish kerak bular. Hali 100 ga 100 deydi-yu. 200 ga 200 da. Yoqishaveradi, maza qilishaveradi. Mana buni qarang aka, mana tuxum qo'ysa turadigan bo'lib ketdi. Yoshligini. Xudo xolasa mana semental olyapman deb olishaveradi. Mana sementallarni ham buzoqlarni ko'ryapsiz. 32-33 dan berishyapti. Buzog'ini aka 4 oylik, 5 oyligini mana 31 million, 32 million so'mdan berishyapti mana. sementallar o'ta pipga chiqib ketdi. Agar mana shu 100 talik semental bo'lsa, Asilbek o'zingiz bilasiz narxini. Necha pul bo'ladi? Ancha bo'lib ketadi. Qancha bo'ladi? Kamida 100 da. Kamida 100. To'ppa to'g'ri gapingiz. Kamida 100. Mana obunachilar telefon qilsin. 38 million 250 mingdan olib borib beraman mana shu Ketdi mana akalar. Aloqaga chiqaverasizlar, lekin shoshilinglar akalar, mana shu buqalarga shoshilish kerak. Siz ko'rdingizmi, demak shoshiling. Mana. Voy maşallah. Hammaga omad aka, yakunlayveramiz aka. Bo'ldi. Hamma chorvasiga Alloh baraka bersin, o'tkazgan vaqtlarga rozi bo'lasizlar. Kelaverasizlar. Akamiz uyi ham o'zi Puchqoyda sentrida ekan aka. Shunday. Kelaverasizlar akalar. Lakassaga ham qiynalmaysizlar.